deylik, men o'zimni juda yaxshi ko'raman, o'zimni hurmat qilaman. Men tepadaman, siz pastasiz. Tushunyapsizmi? Siz aytdingizki, Jennifer kelish konsertini men o'zim lichna мнениeni berganman. Mana mana shu konsert bo'lsin, haligi turizm rivojlansin, odamlar shuni ko'rsin deb. Siz aytdingizki, tepadagilarni shu yalang'ochlarni olib chiqib, mehmon qilib, shu yalang'ochlarni xalqqa ko'rsatish kerakmidi? Tepadagilarni geyshnosligidan bu dalolat dedingiz. Men o'sha tepaman, siz pastsiz. Men sizni gapingizdan xafa bo'lganim yo'q. Men sizni o'sha gapingizga aytdimki, turshay dedim. Turshay degani, men bordim, adabiyotshunos akademik bilan so'zlashdim. Turshay degan so'zi quritilgan o'rik, davo haligi bo'ladi odamga deb aytdi. Siz haqoratga olib, meni sudga berdingiz. Endi bu sizni ongingizni pastligidan dalolat bo'lmaydimi? Lekin siz bichsiz. Bilasizmi, bich nima degani? Бывший интеллигентный человек. Mana siz действительно bichsiz na сегодняшний день. Tanijoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Faqat Instagramga kirib olib, Instagramdagi har xil gaplarni ko'tarib, qog'oz qilib ko'tarib yurmang. Chunki bu O'zbekistonimiz demokratik so'z erkinligi bor. Tanijoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Siz bichsiz, бывший интеллигентный человек. Xafa bo'lmang. Men sizni haqorat qilganim yo'q.